Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Kechki bozorda uxlamaganlarga yaxshi sostoyanida Captiva 1 noyob kelib qoldi. Xo'p. Mashinamiz 2008-yil qizig'i. Xo'p. 2.4 motor mexanika korobkada. Rangi kech paytda olyapmiz. Qaymoq emas, oq. Ko'ringlar. Puli ham yo'lida xudo xolasa. Captiva diska, ikkini diskalarini qo'ygan ekan. Mana bu mexanika korobkada, mana salon holatlari. Mana ko'ringlar. Mashina 333 ming probegda. Mashinamizga 4-pokoleniya metan gaz ustanovka bo'lgan. Kirila kapotda kraskasi bor ekan. Mashinaning holati yaxshi. Mashinamiz sotuvda, mashinamiz lyuklari bor. Xullas detskiy sidinalari ham bor. 2008 mana ko'rinayotgan bo'lsa, ikkita 80 talik metan gazi bor. Motorlarini ponni noldan o'zi qilib qo'ygan ekan egasi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mana lyuklari. Faqat hop. Puli ham unaqa qimmat emas. $6300. Ko'ringlar. Captiva 1da 2.4 motor mexanika korobkasi. 4-pokoleniya. Metan gaz. Qo'yilgan hozir motorlarni ham ko'rsatib qo'yaman. Mana ustida plastmassasi bor. 1.6 degan ashlarni qo'yib, hozir Primo dehqonni o'zidan syomka bo'lyapti. Mana lanjironlari butun. Xullas mashina minadigan. $200 sarflab olsa chiroyli mixda yuradigan Captiva 1. Ko'ringlar, yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Captiva 1da mexanikasidan minaman deganlar, marhamat, Rossiyaga qatnayman deganlar. Buni Devo moshtalarga ham barter qilib beramiz. Xo'p, 3-4 ming puli borlar bo'lsa bank ham qilib beramiz. Ko'ringlar. Marhamat. Captiva 1 2.4 mexanika korobka sotuvda. Hammaga omad. Rahmat e'tibor uchun salomat bo'linglar.